ot mol boqib katta bo'lganmiz yoshligimizda. O'zimizning otlarimiz ham bor, mollarimiz ham bor. O'sha bilan bilamiz. Zo'r ekan aka. Men zo'r olaman uni. Ha, o'shani uzatadi. Zo'r. Ot buqa to'y terisidan tayyorlangan. Aka, rahmat e'tibor uchun. Zo'r ekan aka. Har bir choklari qo'l mehnati yordamida tikib tayyorlangan bo'ladi. Nimaga yagona nusxada deymiz aka? Mana bu joynamozni mana bu ranglari bor, konturlari. Bu Olol mo'jizasida inson qo'li tegmagan mana bu rang o'shunaqa kelib chiqishiga. Bitta o'zi ushlab ko'rsangiz ham bilasizmi? O'z bilinyapti o'zi aka. Buqani terisi maya bo'ladi, otni terisi ham bunaqa zich bo'ladi. Bu ot buqa terisidan tayyorlangan, qo'l mehnati Ot yordamida. mol boqib katta bo'lganmiz yoshligimizda. O'zimizning otlarimiz ham bor, mollarimiz ham bor. O'sha bilan bilamiz. Zo'r ekan aka. Hadya uchun yosh katta odamlarga menimcha. Albatta, ota-onalarga. Ota-onalarga. Yoqqandan xursandmiz. Salom. Rahmat aka, sog' bo'linglar.